Hürmetlik vatandaşım bu sınav kılıp kaldığında ektirdi lekin devamlı önüsü sözgül bulmaydı bu çıtak. Şuna olsun bugün gilik siyerlerin müflektüğü birisi gelip kalakını. Hesap verişke. İkinci mavzumunda Cumhurbaşkanı zerbe bir iş. Amerika'nın Hint Tinç Okyanı stratejisi güçke ega oldu. Mavzulu haber birinci gün Erkin Asya radyosu Xitay programı e'lon qilindi. Haber bunday başladı. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning birinchi kuni Osiyoga yana kapolat berish tashabbusi qonun loyihasiga imzo qo'ydi. Hamda Washingtonning Jungo, Tayvan, Yaponiya, Koreya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan rayon xarakterli strategik siyosatini sharhladi. Qonun loyihasida bunday ko'rsatildi. Amerika maxsus pul ajratib, Jungo'ning dunyoviy doirada ta'sir ko'rsatish harakatiga zarba berdi. Osiyoga yana kapolat berish tashabbus qonun loyihasi maqsad uchun oshkora o'tirib qo'yilib, Amerika hukumatining bu munosabat bilan Hind Tinch okean rayonida uzun muddatli, atrofli, prinsipalligi kuchli strategik planini yo'lga qo'yishni umid qiladiganligini o'tirib qo'ydi. Qonun loyihasi kelgusi 5 yilda har yili $150 million pul ajratib, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Hind Tinch okean rayonidagi ittifoqdoshlar o'rtasida iqtisod, diplomatiya, bexatarlik sohalarida hamkorlashadigan plan o'tirib qo'ydi. Bu qonun loyihaning ma'qullanishi dal Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatgan va Tayvan munosabatlari qonuniy ma'qullangan kuchga ega bo'lgan 40 yillik xotirlash paytiga to'g'ri keldi. Balki qonun loyihasi yuqori darajalik obyektiv sahifada Amerikaning Jungo va Tayvan strategiyasiga salmoqli o'rin berganligi sharhlandi. Bundan boshqa bu qonun loyihasi yana Washingtonning boshqa rayonlardagi ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar, jumladan Yaponiya, Koreya, Tailand, Filippin, Avstraliya bilan bo'lgan munosabatlar qayta sharhlandi. Jungo Amerika munosabati to'g'risida to'xtalgan qonun loyihasida bunday ko'rsatildi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Beijing doiralarining Jungo jamiyatiga va diniy e'tiqodga haddidan ziyoda bostirish bilan muomala qilayotganligi hamda Hind Tinch okeani rayonining tartiblariga buzg'unchilik qilayotganligiga qattiq diqqat ag'dirdi. Tayvan masalasida qonun loyihasida bunday va'da berildi. Amerika belki davomli Tayvanga harbiy qurol-yarog' setib berib, hamda Amerika yuqori darajalik amaldorlarining Tayvan sayli sayohat qonunining tashabbusi ostida Tayvanni ziyorat qilishga rag'batlantirdi. Qonun loyihasida Tayvan bo'g'ozini qo'yib etish, dengiz bo'g'ozi ikki qirg'oq xalqlari qabul qila oladigan tinch yo'l bilan kechiringlar, Tayvan bo'g'ozi to'qonishin dengiz bo'g'ozi ikki qirg'oq xalqlari qabul qila oladigan tinch yo'l bilan hal qilish loyihasiga erishishlari kerak deb qayta sharhlandi. Ondan boshqa qonun loyihasi yana bunday o'tirib qo'yildi. Hind Tinch okean rayonining kishilik huquq faoliyatchilarining mislsiz darajada bostirishga uchrayotganligini nazarga olib, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati kelgusi 5 yil ichida har yili $1 million ajratib, Hind Tinch okean rayonidagi kishilik huquq faoliyatlarini zaruriy yordam bilan ta'minlaydi. O'tgan yil 10-oygacha Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi ma'muriy doiralari Jungo komitetining dilo qoldirish ishkilotida Jungo to'rmillariga 1924 nafar siyosiy mahbusdan qamalganligini dilo qilib saqlab qoldirildi. Jungoning bayonotchisi Lukan buning qarta bunday bayonot e'lon qildi. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tarafga bir Jungo prinsipi va 3 parcha axborotni belgilangan belgilamalariga amal qilib,
qonun loyihaning mazmunlarini ijro qilmaslikqa, Tayvanga aloqador masalalarni ehtiyotkorlik bilan hal qilishga, Amerika Jungo munosabatiga ziyon zahmat yetkazmaslikka va Tayvan bo'g'ozining maqomligini saqlashiga haydakchilik qilamiz. Bu Jungoning bayonotchisi Amerika Qo'shma Shtatlari imzolagan qonun va prezident imzo qo'ygan qonunga qarshi turgan inkosi. Bayonot orqali qaytarilgan inkas.